Endi dadam yo'q-ku, onam uchun xohlagan narsani olib bergan bo'lar. Onam shu yoshgacha steak nima bilmaydi. Orzungiz nima Shahzod? Orzuyam hozir men bilan shug'ullanyapman. Xudo xolisa yaqinda o'qish boshlayman. Uyda yolg'iz o'g'ilman. Onam, singillarim, ular uchun sharoitni zo'r qilib bersam. Qashdan bir oyda qilsa nima deysiz? Desak menimcha qisqa muddatda bo'laman. Oyligingiz hozir mana mashinchaga chiqsam menga zo'r bo'lardi deyapsiz. Qaysi summa? $1000 atrofida. $1000 atrofida bo'lsa, kvartiramizga ham yetadi, boshqasiga ham. Uyingizda olganingizda oyingizga nima sovg'a qilasiz? Endi dadam yo'q-ku, onam uchun xohlagan narsani olib bergan bo'ladi. Toshkentda eng zo'r steak tayyorlaydigan joyga borib, chunki onam shu yoshgacha steak nima bilmaydi. Restoranga borib mehmon qilgan bo'ladi. Men ofitsiantlik qilaman, boshqa qilaman. Soatlar. Hozir vaqtingiz ofitsiantlikdan ketyaptimi? O'tda qancha topasiz? Bu yerdan oyiga примерно 4,5 dan 6 gacha bo'ladi, chevey. Necha soat ketkazasiz? 12 soat. Misol uchun mana mobilografiya deyapsiz. Biz ham bir necha mobilograflar ishlatamiz jamoada. Biz deyarli 500 million odam hozir kuzatyapti. Bilaman, aktivingiz juda ham baland. Tajribamiz bor bu narsada. Sizga hozir ham mana imkoniyat. O'zimiz portfolio yig'ishga yordam beramiz. To'g'risi, hozir kutmaganim bunchalik narsa bo'lsin, chunki просто rasmga tushib o'tib ketsam kerak deb o'ylagandim. Ko'rishamiz, chaqiramiz. To'g'risi kutmagandim. Rahmat. Hozir nima deyish shokdaman.